Salom bilimdon, O'zbekistonni qanchalik yaxshi bilasiz? Qadimiy saltanatlaridan tortib betakror manzaralarigacha, ilk adabiyotidan tortib ona tilimiz go'zalligigacha va e'tiqodimizni shakllantirgan an'analarigacha bu kanalda barchasi mavjud. Va bugun 10 ta savolga javob berishga bel bog'lang va shu tariqa bilimingizni sinab ko'ring. Let's go! Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston hududidan frontga taxminan qancha odam yuborilgan? 2 million kishi. Arxiv tadqiqotlariga ko'ra, O'zbekistondan qariyb 1,951,000 nafar askar frontga jo'natilgan. Bu raqam aholi soniga nisbatan juda katta ko'rsatkich bo'lib, deyarli har bir oila urush yukini his qilgan. Shu davrda respublikamiz front uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak va texnika bilan ta'minlovchi faol markazga aylangan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishlaridan avval qaysi lavozimda ishlaganlar? Bosh vazir. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgunlariga qadar 2003-yil dekabrdan 2016-yil dekabrigacha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimida faoliyat olib borganlar. Bu davrda mamlakatda ilm-fanni rivojlantirish, savdoni kengaytirish va sanoatni modernizatsiya qilish ustuvor yo'nalishlar sifatida shakllangan. Ayni vaqtda ushbu islohotlar prezidentimiz siyosatining asosiga aylangan. Zarafshon daryosi qaysi tog'lardan boshlanadi? Turkiston va Zarafshon tog'laridan. Zarafshon daryosi o'z manbasini baland tog'lardan olib Samarqand va Buxoro vodiysi orqali ham oqadi. Uning nomi oltin oquvchi degan ma'noni anglatib, daryo hayot va farovonlik ramzidir. Zarafshon vodiysi qadimdan dehqonchilik, hunarmandchilik va shahar madaniyatining markazi bo'lgan. O'zbekiston hududining umumiy maydoni qancha? ...447,000 kvadrat kilometr. O'zbekistonning umumiy maydoni taxminan 447,000 kvadrat kilometr. Bu Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan cho'llari, tog'lari va vodiylari bilan ajralib turuvchi ulkan mamlakatdir. O'zbekistonning har bir hududi tabiatning o'ziga xos sahifasi bo'lib, hayotning rang-barang manzarasidir. Boburnoma asarining muallifi kim? Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma tarix, geografiya va adabiyotni uyg'unlashtirgan bebaho manba. Bobur unda o'z hayoti, yurishlari va o'sha davr madaniy hayotini chuqur tahlil bilan tasvirlagan. Asar Turkiy adabiyotda memuar janrining eng yetuk namunalaridan biri hisoblanadi. Quyidagi asarlardan qaysi biri tarixiy roman hisoblanmaydi? Kecha va kunduz. Kecha va kunduz ijtimoiy hayotdagi muammolarni ochib beruvchi realizm yo'nalishidagi roman hisoblanadi. Kecha va kunduz asarida ayol taqdiri, milliy uyg'onish va insoniy qadriyatlar masalalari chuqur tahlil qilingan. Qolgan asarlar esa tarixiy shaxslar va voqealarni yoritadi. Quyidagi gaplardan qaysi biri faqat bitta kesimdan iborat? Bolalar o'ynayapti. Gapda kesim harakatni bildiruvchi asosiy bo'lakdir. Bolalar o'ynayapti gapida yagona harakat mavjud. Shuning uchun bu gapda faqat bitta kesim bor. Bu kabi sodda gaplar sintaksis tahlilida asosiy birlik sifatida o'rganiladi. Ko'z-quloq bo'lmoq birikmasi qanday ma'noni bildiradi?
E'tiborli kuzatishni albatta ko'z quloq bo'lmoq frazeologik birikma bo'lib, biror narsaga diqqat bilan qarash, kuzatish ma'nosini anglatadi. U so'zma-so'z emas, balki ko'chma ma'noda ishlatiladi. Bunday iboralar o'zbek tilining badiiy ifoda boyligini ko'rsatadi. Qur'oni Karimning eng uzun surasi qaysi? Baqara surasi. Baqara surasi 286 oyatdan iborat bo'lib, Qur'onning eng uzun surasi hisoblanadi. Unda e'tiqod, sabr, adolat va insoniy qadriyatlar haqida chuqur ma'naviy saboqlar beriladi. Suraning mazmuni musulmon jamiyatining axloqiy va huquqiy tamoyillarini yoritadi. Islomda birinchi vahiy payg'ambarimizga qayerda yetkazilgan? Hiro g'orida birodarlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy Makkadagi Hiro g'orida yetkazilgan. Bu yerda iqro, ya'ni o'qi so'zlari bilan insoniyatga bilim va ma'rifat yo'li ochilgan. Bu voqea islom tarixining boshlanish nuqtasi sifatida muhim o'rin tutadi. Aziz vatandosh, yurtimizning ajoyib g'aroyibotlarini kashf etishda davom eting va bilim olishdan aslo to'xtamang. See you around.